New York Vaqt gazeti davomı bu to'g'rida xabar e'lon qilib, bu amaliyotda Chavshan territoriyasini Jungoga qoldirib qo'yish deganlikdir deb ko'rsatdi. Endilikki yangi mavzu ko'chamiz hurmatli vatandoshim. Chavshanga qurol ishlatish kerakmi yo'q? Prezident Trump qattiq tafakkur qilmoqda. Mavzuli xabar 12 oyning 20-kun Vanvitor biti e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikada nashr qilinadigan to'rbiti. Amerikada nashr qilinadigan to'rbiti American Conservative. Amerika bilim xazinasi. Kato tadqiqot o'rnining tadqiqotchi sobiq prezident Reaganning alohida yordamchisi Doug Rando ning maqolasi e'lon qildi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Chavshan yerim orolida urush portlashning mumkinligi barg'ansari zo'raymoqda. Prezident Trump Chavshanning yadro qurollarini taraqqiy qildirib, Amerika bu davlatga hujum qilishga hargiz yo'l qo'ymaydi. Chavshanning rahbari Kim Jong-un siyosiy hokimiyat mavjudligi uchun kam bo'lsa bilmaydi deb qaragan yadro qurollaridan ham voz kechishni xohlamaydi. Mijoz xulqi cho'st kayfiyati toza muqim bo'lib turmaydigan bu ikki nafar rahbarning pozitsiyasi qattiqlashib, ikki tarafning xato tahdidini xato hukm qilish bilan yomonlashib ketdi. Ayni chog'da Jungo Chavshanni qutuldirgan edi. Endi bugun ma'lum darajada Chavshan urush paydo qiladigan bo'lsa, Beijing Kim Jong-un xonadonligini qo'g'dash uchun bu urushga aralashib yurmaydi. Yuqori xabarlar, xabarni selishtirib ko'ring vatandoshim. So'q munosabatlar urush oxirlashgandan beri Amerika o'zi yaxshi ko'rmaydigan davlatlar, masalan, Panama, Somali, Haiti, Serbiya, Afg'oniston, Iroq, Suriya, Liviya qatorliq davlatlarning siyosiy hokimiyatini og'dirishga tegishli davlatlarning nishoniga kirgizdi. Liviyada Kazapi Amerika, Yevropa ittifoqi qatorliq davlatlar bilan yadro qurollari va raketa yasash planidan voz kechish to'g'risida kelishim imzolagan edi. Lekin Amerika va Yevropa ittifoqi fursatdan foydalanib Kazapi hokimiyatini og'dirdi. Şunlaşqı Chavshanga kelsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohoti va reaksiyalarisining kapolatining hech qanday o'rni yo'q, deydi avtor maqola yozuvchi. Amerika amaldorlari yana qo'g'dirish xarakterli urush to'g'risida so'zlashyapti. Yani tahdid qosh bilan kirpik orasida emas. Chavshan balki amaliy harakat qilishga ehtiyojli ahvol ostida Amerikadan burun harbiy harakat qo'llanishni o'ylanishi mumkin. Amerika bilan Koreyaning hammani biz tushadigan muntazam harbiy kuchi bor. Chavshan armiyasi tayyorligi son jihatda to'liq bo'lsa-mu, lekin intayin qaloq. Agar Amerika avval qo'l soldigan bo'lsa, Kim Jong-un siyosiy hokimiyati muqarrar halok bo'ladi. Pyongyang Chavshan Amerikaning zo'r ko'lamda bombardimon qilishini kutib o'ltiramdi yoki qo'l silib qaytarmiz zarba beramiz, hech kim bilmaydi. Kim Jong-un hokimiyati raketa bilan Fushan, Chongshan, Okinawa, Guam va Amerikaning g'arbi Tinch okeandagi boshqa harbiy bazalarga hujum qilishi mumkin. Balki zambirak o't kuchini yoki raketa o't kuchini markazlashtirib, Seulga ham hujum qilib, ondan tank qo'shinlari bilan Seulni zabta qilishi mumkin. Chavshanning eng oxirgi bir maydon elishi Tokyoga tahdid silib, bosim paydo qilish bo'lishi mumkin. Prezident Trump hukumati harbiy kuchni ko'rsatgan sari Chavshan shu fursatning yetib kelishiga ish qilib,
yetip gelişigi işinip gelip avval hücum qilishi mumkin. Pyongyang bir mezgil ikki toq tutishni tashabbus qilgan. Beijing mo o'xshashla shundaqli ikkida toq tutishni tashabbus qilgan. Bu to'g'rida biz sizlarga boshliqcha so'z degan hurmatli vatandoshlar. Barliq tirishchanliklar behuda avorchilikdir. Kim Jong-un davlat qurolları och qolsa mayliki, o'choqom yadro qurollarini taraqqiy qildirdi. Mudofaa xarakterlik bir maydon urush qo'zg'ashning bedeli intayin eg'ir bo'ladi. Prezident Trump hukumati yaxshi kuch chiqarib, tinchlikni qo'g'dishi, Chaushanga besim qilishni azaytishi lozim. Tasodifiy yoki maqsadlik bir maydon urushning qo'zg'alishni cheklashi lozim. Hech bo'lmaganda Chaushan masalasini kelgusi tinch yo'l bilan hal qilishga o'rin qoldirishi lozim deydi Aptor. Bu maqolaning avtori mesela Amerikan konservativ tor betida e'lon qilingan Aptorning ismi Duar Bando degan kishi ekan. Bu hozirgi kunda tadqiqotchi ayni chog'da prezident Reganning alohida yordamchisi bo'lib ishlagan kishi.